Assalomu alaykum Abdulhakim kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. YouTube ishqozlari, chorva qo'y, qo'zi, qo'chqor ishqozlari. Akalar, bugun hafta kuniga yakshanba 8-mart 2025-yil. Biz video sumkalarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'onsari qishlog'ida arzonchi Fayzlakamiz qo'y fermalardamiz. Fayzlakamizga yangi partiya qo'zi qo'chqorlar kelgan ekan. Qo'zi qo'chqorlar haqida bor ma'lumot Fayzlakamiz o'zlaridan berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yo'sabitlandirsiz like bosib, chorvador guruhidagi podpis qo'yishni unutmaymiz. Ormang Fayzlaka. Abdulhakim, charchamay kelyapsiz. Assalomu alaykum obunachilar. Charchamay. Olib kelib olish qo'yiladi. Xudo xolasa, bugun obunachilarda ham xudo xolasa nima desa bo'ladi. Yaxshi qo'ylardan olishamiz-da bugun. Qo'zg'onliqqa zakonni yetiladi, badani ham zo'r, yemini yeb turganidan ilinamiz. Haqiqiy uddirlardan. Uddor emas, nomer 1dan. Nomer 1. Narxi ham o'shani nomer 1 bo'ladi bugun. Son nechta Fayzlaka birinchi partiyada? 14 ta. 14 ta. 14 ta. Bari qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Qayda yetib kelgan? Ular kelib chiqishi Qirg'iziston Falastin yetib kelgan. Qirg'iziston kelgani ham sonchi ko'proq bo'lgan. Bitta odam olib boqib yurgan qo'ylar bular. Boqib yurgan qo'ylar, yemni yeb turgan. Badanni hammasini badanni ko'rsatib turgan qo'ylar. Badani ham nihoyatda semiz. Bosh kelishgan uddirlardan. Bo'ylar ne chiqadi Fayzlaka? Bo'ylar 75 dan 80 gacha beraveramiz. 75 dan 80 gacha beraveramiz. 80 deb Yosh oyliklar qanaqa? Yosh oyliklar 11 oylik atrofi. 11 oylik atrofi. 11 oylik filsimizni qo'yaveramiz-da. Haqiqiy qo'chqorlar uddirlardan. Mashina bitta o'tadi. Ko'rsating obunachilarga. Qurvolliqqa yetiladigan variantida. 14 ta qo'ydi ichida birorta bo'lmag'ir yo'q, Abdulhakim. Hammasi uddirlardan. Hammasi dumbovoshi, ko'kvoshi, ular osilib ketgan dumbasi yo'q. Terib qo'yilgan badani. Yemini yeb turgan variantida. Yemini hammasi yeb turgan. Mana haqiqatan. Mana shu qo'y tepasida ko'rsating. Yonida bu obunachilar dedim. Menga qaratingmi kamera? Obunachilar yonida buni bir qarich yo'sa 5 sm juni bo'lgan bo'lsa, bu qo'ylar 85-90 turadi obunachilar. Ochiga 5 sm varaga jun qo'shilgan bo'lsalar, juda katta qo'y bo'lib ketadi. Mana oddiy misol mana shu qo'yimiz yakka holatda turibdi-da. Yakka holatda turganda 5 sm dan yaqin keladi. Mana bunchadan jun qo'yilgan bo'lsa, bu juda katta qo'y bo'lib qoladi. Qulog'i ham butun. Mana shu qo'yda qulog'i ham butun ekan. Qo'yni badaniga ham de e'tibor berib qo'yinglar-da. Mana bu dalavaji emas. Mana 6 tani. Hamma yemini yeb yurgan qo'y bo'ladi. Ichida 4 ta sarig'idan bor. 10 ta qora kashtalidan bor. Qora kashtallardan. Qora kashtallardan. Sariqlarimda bir boshqatdan ko'rsatib qo'ydim. Dumbovoshlari, jinsalari hamma taraf kelgan qo'y. Shu dorlardan. Do'xolsa obunachilarga bugun zo'rida kelganmiz-da. Narxi nech puldan bo'ladi? Narxini narx qiziqu, lekin qo'shyapti-da. 38, 36. Arzon qo'yinda 3,5 milliondan qo'yilyapti-da qo'ylar. 3,5 million. Ochiga ro'z Ramazon oyida bugun obunachilar uchun qo'lni bering. Ikkita narx aytaman. Ikki dona narx aytaman yetadi lekin. Mana uni aniq turing. Bo'ladigani qo'yaman. Hayra-payrasa hammasi ichida ketadi. 3,5 milliondan kami ikkita olsa. Kami ikkita olsa 34 emas, 33 dan bir joyga. 33 dan hammasi bir joyga. 3 million 300 ming so'mdan bir joyga. Shuni qo'ydi, videoda misol uchun ko'ryaptimi? Bu odam ochiq bo'la ko'rishyapmi? Kashtan qo'zi shumi? Mana shuni yo'qsa mana sariq yurgan ekan, mana qulog'i butun mana shuni uchida olib bo'lgan. Mana sariq qo'y, mana kashtan qo'y yoqdi deysa, men qarab ikkita yoqdi deysa, ikkitani chiqarib beraman deb turib. 3,5 million, 7 millionga chiqarib beraman. 3,5 million, 7 millionga. Dastlabkasi 2ta, 3taga, 5tagacha vodiy bo'ylab bo'ladi. Hammasiga. Hammasini olsa, Toshkentgacha yetkazib beraveramiz. Yeb-icharilarga yeb-icharidan nuqsoni yo'q bu qo'yda. Nuqsoni yo'q. Mana yegan ichganidan mana junduchidan emas dedim sizga mana. Qo'yda yon tarafidan ham ko'rsatib qo'y, tepa holatdan ham ko'rsatib. Qo'ydi yeganidan qonni shunchalik chiqib yotibdi jonlar. Yeb icharidan Xudo xolasa puli ham obunachilar uchun yoqadi. Bittadan dirsiz like bosib, chorvador guruhiga podpis qo'yasizlar. Keyingi partiyalar bilan Fayzlaka? Ha, keyingilarga sera. Ketdi gundagi keyingi partiyalarga. Endi ikkinchi partiyalarga son nechta Fayzlaka? Son bu yerda 8 bor. 8 ta. 8. Bu ham bitta obunachilar. Bitta obunachig'i. Xudo xolasa odam chiroyli baraka topadigan qo'y.
Uchta sariqdan bir qolgan Ikkita sariq. qolganlari kessin, Yaqin qoriladi. Barra qo'zimasda bilarkan. Men qaratamda barra qo'zini ham olishyapti. O'zimiz ham bozorga chiqasiz, bilan chiqib ko'rib yuramiz. 2,5 million, 27-28, 3 milliongacha barra qo'zi olishadi. Barra qo'zi ozod obunachilar. Endi kimdir barra qo'zi olib turib, yaxshi baraka topgan odam bor. Kimdir to'qli qo'chqor olib turib, yaxshi baraka topgan odam bor. Mana shu qo'chqorlarni badani ham, badani ham zo'r qo'yiladi. Shuni santimetrga olib qo'yiladi. Bu yerda hali soni ko'p emas. 8 ta. Ozgina, sozgina bu. Bitta obunachi shuni oladi, maza qilib qur'onliqgacha boqaveradi. Og'odan qarayli xursand bor. Ashaqa bitta ko'tarib ko'rsatdi. Ko'ryapsizmi? Qo'chqorlar hammasi orqa oldi kelishgan qo'ylar. Hammasi raketadan ba. Stokalarga qarayli qo'ylar. Bo'ylar necha chiqadi Fazil aka? Bo'ylarni o'lchamadiki 75 ga olsa oldini 75 plus minusga mana shu o'lsa. 75 plus minusga olishaveradi. Olishaveradi. Aytaman, bo'y muhim emas qo'ydi. Bo'y muhim emas. Yaxshi yesin, yaxshi ichsin, yaxshi o'zgarib bersa o'shasi yetadi. Yo'shoylagachi? Yo'shoyligini 8 oylik qo'yaveramiz. 8 oylik qo'yilaveradi. 8 oylik atrof. Yebichalarga bir hafta sinov muddati bor-a? Ha, yebichalarga bir hafta sinov muddati bor. Buni yebichari sinovdan o'tgan o'zimizga ham. Xohlasa o'g'il odamni pulni kuydirmaydi, puli o'zi bilan ketadi. Foydani yaxshi qilaman degan joyda. Foydani zo'r qilaman degan joyga mana shularni bitta like bosib, o'stib, bir like bosib olib ko'ribdi. Narxi necha puldan bo'ladi Fazil aka? Bir joyga yopishtirib. Bir joyga shundan qo'ysak bo'ladimi? Kelishtirib qo'yasiz Fazil aka. 3 milliondan ketdi. 300 ketdi. Bor aka. 27 dan. 2 million 700 ming so'm noma'lum chiroyli bergan. 2 million 700 dan. Tanlab olaman degan obunachilarga 2 million 800 mingdan yoqqan terib olishi bo'lsin. Bitta ikkita olsa 2 million 800 dan. Kami ikkita, bittaga balandroq bo'ladi. Uni ham nima qo'shiladi? Dastlabkasiga qo'shiladi. Dastlab. Bittadan dirsiz slak bosib chorvadarga o'tsaga patizaq ko'rasizlar. Keyingi partiyalar bormi? Keyingi partiyaga bir ikkita va puli yengilidan bor. Ikkita puli yengil. Buni ham bitta obunachi bor. Ketdi gunda keyingi partiyalar. Ketavdi. Endi ikkinchi partiyalar soni 2 dona. Uchinchi partiyalarga. Uchinchi partiyalarga bitta qorasini, bitta sarig'idan. Anaga nima desa bo'ladi buni. Raqobatga boqib ko'rishadi, ikkovining bo'ylasi ham 70. Buni 70 ta. Hamma tarafi bir xil. Bo'ylarni 70. Bo'ylar chista 70 bular. Yo'shoyligichi? Odam solishtirib boqib yuradi. Yo'shoyligini 6 oylikqa qo'yaylik. 6 oylik atrofi. 6 oylik atrofi. Mana chista raketa nimalarda bular ham. Yebicharaga keladi. Yebicharaga bir haftaga kafolati bor. Bir haftaga kafolati bor. Bo'shtirib qo'yishmaydi, sindirib qo'yishmaydi. Bo'shtirib qo'yishmaydi, sindirib qo'yishmaydi bo'ldi. Narxi necha pul ekelasini? Narximi? Videoni cho'zmaylik. 26 dan berisi. 2 million 600 dan. 2 million 600 ming. Obunachi ochim 24 dan. Bor aka. 2 million 400 dan. Dastlabkasi qayercha? Dastlabkasi vodiy bo'ldi. Vodiy bo'ylab ketaveradi. Toshkentga bo'ladigan bo'lsa 5 millionga ikkovi yetib boradi. Ekalasi Toshkentga 5 millionga Toshkentga boradi. 5 millionga boradi. Vodiy bo'ylab bo'lsa 4 million 800 ming so'mga uylarga yetib boradi. 4 million 800 ga vodiy bo'ylab dastlabkilar bilan yetib boradi. 7 ishchisiga bir hafta garantiyasi bor. Keyingi partiyalar bilan paytda Yo'q, endi hozircha shuni qog'ozlar endi kechqurun yetib keladi. Kanalga obuna bo'lib, bittadan dirsiz like bosib ko'rasizlar.